arzon narxda kvartira qidiryaptimiz. Agar haqiqatdan arzon bo'lsa narxi, bu videoga bitta like bosib qo'yasiz. Kelishdikmi? Nimaga bizda arzon? Sababi to'g'ridan to'g'ri uy sotayotgan odam o'zi bilan biz bog'laymiz. O'rtada hech qanaqa vositachilar yo'q va sun'iy ravishda narx oshmagan bo'ladi. Hozir ham aytadigan kvartiram 7808 kvadrat metr $65,000 sotilyapti. Bu juda ham chiroyli narx. Tayyor xonadonimiz. Akatsiya bitta aniqlik kiritamiz. Yangi Hayot tumani Yangi Darxon bo'ladi. Bu mana Yangi Darxon chorrahasi. Juda ko'pchilik biladi bu yerda. 16 etajli domimizni 11-etaji 3 xona bo'lyapti. Farzandinglar o'ynash uchun bo'lsa, bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovka va futbol stadionlari ham bor. Bizning uyimizga kirib kelar ekanmiz, o'ng tarafda mehmonxonamiz keladi. Birinchi xona, katta shiftlari baland. Xo'p, uni yonida ikkinchi xonamiz, uy egalari bo'lgani uchun bu yerda olmadik. Bu ham shunaqa katta xona. Bu uchinchi, ya'ni uchinchi xonamiz bor. Bu oshxonamiz, umumiy 3 ta xona, bitta oshxona ham bor. Xo'p, bu yoq taraf umumiy sanuzel joylashtirilgan bo'ladi. Bu yoq bo'lsa, o'sha aytganimdek uchinchi xonamiz. Ko'rish mumkin, xonalar ham katta, keng shiftlari baland. Bu yoqning ham o'zini balkoni bor, mahallaga qaragan, ya'ni pastda bola maydonchasi, magazinlar, futbol stadioni ko'rib turadi. Bolalaringiz o'ynasa ham maza qilib shundan tomosha qilsangiz bo'ladi. Narxi aytib o'tilganidek $65,000, ya'ni kelishgan joyi bor. Qiziqqan uchun har doimgidek opisaniyada egalar raqam bo'ladi, telefon ko'rasizlar. Uyimizning lokatsiyasini Telegram kanalidan olsangiz bo'ladi. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying, shunaqa arzon variant uylarni o'tkazib olmaysiz.